Rasman faqat mana issiqlik markazi turibdi. Bu faqat gaz yoqadi, issiq suv qilib beradi. Hozir ham issiq suv olamiz, ham undan qo'shimcha ravishda elektr energiya ishlab chiqariladi. Va eng asosiysi yaratib berilgan muhit. Agarda birinchi dastlabki loyihalarni o'zimizning mablag'lardan, davlat kompaniyalari mablag'idan qilingan bo'lsa, mana birinchi yirik quvvatli 100% davlat xususiy sherikchilik asosida va bunda Xitoyga yetakchi kompaniyalardan bitta Genertech bo'lgan. Rasman bu kompaniya O'zbekistonda bir 20 yildan beri ishlaydi. Savdo sotiq bilan eksport import operatsiyalarini amalga oshiradi. Lekin birinchi marta haqiqiy to'g'ridan to'g'ri investitsiyasini kiritib boshqaradi. Yana bir narsa, quvvatlar har birini bir daqiqada o'chirib yoqish imkoniyati bor. Ya'ni qo'shimcha quvvatlarni rostlash. Mana hozir kechki payt bo'lganda, hozir mana 30 megavat ishlab turgan bo'lsa, kechqurunga borib 70-80 megavatga chiqaradi. Ya'ni qo'shimcha iste'mol ortgan paytda tarmoqqa beradi. Ikkinchi afzalligi mana ko'rib turibsiz, yangi elektr energiyani taqsimlash qurilmasi deyiladi qurilgan va buni liniyaga ulanishi natijasida va atrofdagi elektr energiya iste'molini yetkazib berish natijasida tarmoqqa, ya'ni bu yerga yetkazib keladigan xuddi shu hajmdagi elektr energiya hajmini ham kamaytirib, ham 25% ga tarmoqqa yuklamasini kamaytirgan. Va shundan kelib chiqib, hozir prezidentimiz alohida topshiriq berdilarki, bunaqa quvvatlarni ko'paytirish. Mahallalar kesimida ham shu kichik lokal shunaqa kogeneratsion tizimlar hammasi 100% davlat xususiy sherikchilik asosida amalga oshirish ko'zda tutilyapti. Va 2026-2028-yillar davomida butun respublika bo'yicha mana shunday loyihalar amalga oshiriladi. Buni ijobiy tajribasidan kelib chiqib, mana hozirgi kunda Saudiya Arabistoni Tabrid kompaniyasi bilan Nukus shahri bo'yicha imzoladik. Hozir bu butun respublika bo'yicha amalga oshirish niyati bor va biz barcha hududlarni qamrab olgan holda mavjud issiqlik tizimlarini ham modernizatsiya, u yerlarda ham shunaqa tizim qilish, ham u yerga o'sha davlat xususiy sherikchilik asosida xorijiy investitsiyalarni olib kelish. Turkiyaga mana mahallalarda qilayotgan kichik kogeneratsiyamizga Turkiyani Palace muhandislik degan kompaniyasi juda katta qiziqish bildirib, u muzokara olib borilyapti. Hozir mana prezidentimiz topshiriq berdilarki, keyingi loyihalarni ham shundan kelib chiqqan holda bugundan muzokaralarni boshlab, bir oy ichida tegishli qarori loyihasini kiritib va albatta shu qaror loyihasi asosida narga ham Toshkent shahri ham butun respublika bo'yicha qilinadigan ishlarni uzoqqa cho'zmasdan 26-yil, 27-yil maksimal ravishda ishga tushirish bo'yicha topshiriq berildi.